Kim? Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Alaykum Bular hozir assalom. qanaqa muolajalar olishyapti? Bular hozir apiterapiya muolajasini olishadi. Bo'lmaydigan yomon. Og'iz bilan ta'riflab bo'lmaydi buni. Gapirsangiz shunchaki, bu gapiryapti deydi ko'pchilik. Lekin buni og'riqga chidash o'ta yomon. Xudoga shukr, o'zi og'riqlar pasaydi ancha. Shu og'riq bilan og'riq yurganlarga maslahatim shu yerga kelib, yerinmasdan qaysi viloyatda bo'lsa ham shu yerga kelib davo topishini, davo topadi albatta. Shu kelishini so'rayman. Rahmat. Asalarimid klinikasi haqida men nima demoqchiman? Mana shu yerda yaratilgan shart, sharoit, imkoniyat boshqa hech joyda yo'q deb o'ylayman. Mana birorta uyingizdagi ba'zida farzandingiz ham xuddi shu yerda ishlaydiganlarday muomala qilmaydi. Bu hammasi faqatgina shu bemorlar uchun, faqatgina shu bemorlar uchun harakatlanadi. Men so'z bilan ta'riflolmayman bu yerdagi ham vrach Bahodir akani, ham shu yerdagi ishlab turgan medsestralarni qiladigan sa'y harakatiga Xudojonning o'zidan bir g'oyibidan bir bersin. Meni asosiy fikrim, bu yerda asosiy o'ta tozalikka rioya qilinar ekan. O'ta toza yotish turish joylaringiz, o'z ovqatlaringiz nihoyatda ozada 24 soat qaynab choydan unaqa kamchilik yo'q ekan. Ovqat o'zi nihoyatda kuchli o'sha o'zingizni kasalingizga mos, o'zingiz hazm qiladigan yaxshi ovqatlar. Bu yerda ishlayotgan xodimlar, mana medsestralar asosiy Bahodirjon juda e'tiborli ekan. Har kuni aka nima bo'ldi? Og'ridimi? Holingiz qanaqa? Ertalab tursangiz uyqungiz qanaqa bo'ldi? Pristip bermadimi aka? Deb juda bir asosini qisqa qilib o'tganda yuqorida ham aytib o'tdim bu gaplarni. Muomalasi yaxshi ekan.